Assalamu alaikum. Bugün Nahmaydan tarqitishimizning bu bölükide tafsir cevherlerden 10 bet okuymiz. Anandan keyin xatir yozaman. Keyingi qismida Türkçe kitaptan 10 bet okuyman. Agar vaqt yetishib qolsa, ingliz kitapdan bir 2 yoki 3 hatta 5 bet okuyman. Undaq bo'lsa, avval tafsir kitapdan o'qishni boshlaylik. Üstün Uyg'urcha grupqa. Evet, şimdi gerek. Avval bakayım. Jürgen birinchilarni tugatdik. Bugun kunga 22. Koyup durayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tefsiri Allah Taala avvalgi ayette Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Necran Hristiyanlarının vekiller ömrüge ve ularga o'xshash peygamberge ergeçmey durup biz Allah'ni yaxshi ko'ramiz deb olgan azg'unlarga raddiya berib, agar sizlar rostla Allah Taolani yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, menga ergishib, men Allah Taolo tarafidan sizlarga elib kelgan haq dinni qabul qilinglar. Uning ko'rsatmalariga amal qilinglar. Agar sizlar shunday qilsanglar, Allah Taolani haqiqiy yaxshi ko'rgan bo'lasizlar. Shu chaqda Allah Taolo sizlarni yaxshi ko'radi va o'tganki barliq gunohinglarni mag'firat qiladi deyishga buyuradi. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın muhabbetiga erishish da'vosi ostida İsa alayhissalomni isloh qilg'uvchilarning safsatlarga ajallik raddiya berish bilan birga Allah Teala'nın muhabbetiga erishishning birdan-bir yo'li Payg'ambar alayhissalomga ergashish va uningga kelgan dinni to'liq qabul qilish ekanligini e'lon qiladi. Keyingi oyatda bo'lsa Allah Teala Muhammed alayhissalomni Necralı Hristiyanlardan, müşriklardan ve Yahudilardan bo'lgan barliq kafirlarni Qur'on Karimga va Payg'ambar alayhissalomning yo'liga ergishishga da'vat qilishga, agar ular bu chaqiriqni qabul qilishdan bosh tortsa, Alloh taoloning ulardek aqlni ishlatmaydigan, tafakkur qilmaydigan va hidoyat qilmaydigan kafir qavmni qat'iy yoqtirishni jakarlashga buyuradi. Muhim nuqtalari.
Birinci, Allah Taala qilish va chin ishonch bilan unga tayinish, ya'ni tavakkul qilish iymonning talabidir. Payg'ambar alayhissalom salasum man kunna fihi wajada bihinna halavatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Yani kimki onunda 3 alamet tepilse o imanın halavetini tetidir. Olar onun Allah ve onun peygamberi hemmeden bek söyümlük buluşu. Biravını yaxşı görse fakat Allah için yaxşı görüşü. Allah küfreden qutqazgandan keyin kafirlikqa qaytishni o'tqa tashlangandan bek yomon ko'rishidir deb ko'rsatgan. Ikkinchi, Alloh taolaning muhabbatiga erishish aqli bor har bir mo'minning bu dunyodagi eng oliy tilikidir. Uchinchi, Alloh taolaning muhabbatiga erishishning birdan bir yo'li Qur'on Karim bilan payg'ambar alayhissalomning sunnatiga ergashishdan iboratdir. To'rtinchi, Alloh taolaning dinga va uning payg'ambariga ergashmay turib, Alloh taoloni va uning payg'ambarini yaxshi ko'raman deganlik quruq da'vodir. Bundaqlar oxiratda ziyon tortquchilardir. Hazrati Maryamning tug'ilishi. Bismillahirrohmanirrohim. Innalloha astafa Adama va Nuhan va ala Ibrohim va ala Imron alal alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Tercümesi 33. ayet. Şeksiz ki Allah Ademni, Nuhni, İbrahim evladını, İmran evladını cihan ehliga üstün qilib peygamberlikka tanladı. 34. ayet. Ular bir-birinin neslidir. Allah hemmini anlab turg'uchidir. Hemmini bilib turg'uchidir. 35. ayet. Öz vaqtida İmranning ayoli: "Ey Robbim, men qo'rsqimdagi farzandimni sana xolis qilib atadim. Buni mendan qabul qilgin. Sen haqiqatan hammani anglab turg'uchisan, hammani bilib turg'uchisan" degan edi. 36. ayet. U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Robbim, men qiz tug'ib qoldim. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. Men talab qilgan o'g'il qizga o'xshash emas. Men uningga Maryam deb at qo'ydim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'landi shaytonning yomonligidan panoh tilayman" dedi. 37. ayet. Rabbi uni go'zal bir ravishda qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uni Zakariyaning kapolatiga topshirdi. Zakariya har qatim uning ibodatgohiga kirsa, uning yonida biror yemaklik uchirtadi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" dedi. Maryam: "Bu Alloh tarafidan keldi. Sheksizki Alloh xohlagan odamga hisobsiz rizq beradi" dedi. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Alloh taolo oldingi oyatlarda Allah sevgisining amalga oshishi, Alloh taoloning payg'ambarga ergashishga bog'liq ekanligini, Allohga itoat qilishning payg'ambarga itoat qilish orqali amalga oshar ekanligini bayon qiladi. Tafsiri. Allah Taala insonlarning otasi Hazreti Adamni o'z qo'li bilan yaratib,
uningga jon kirgizdi. Uni hurmatlab, farishtalarni uningga sajda qilishga buyurdi. Uni jannatga turg'izdi. Keyin ilohiy hikmatga asosan uni jannatdan chiqardi. Ondan Nuh alayhissalomni insoniyatga tunji payg'ambar qilib avatdi. Uning dinini masxir qilganlarni to'pon balasida g'arq qilib jazoladi. Ondan İbrahim alayhissalomni payg'ambarlikka tanladi. Uning avlodidan nurg'un payg'ambarlarni chiqardi. Ahir zaman payg'ambari Hazreti Muhammad alayhissalom İbrahim alayhissalomning o'g'li İsmoil alayhissalomning naslidan kelgan edi. İmron avlodi İbrahim alayhissalomning naslidan bo'lib, İmron Hazreti Maryamning otasi va İsa alayhissalomning buvisidir. İmronning ayoli Hanna aslida tug'mas ayol edi. Keyin u Alloh taolaning qudrati bilan homildor bo'lib qolganda, Alloh taolaga iltijo qilib, "Ey Robbim, qo'rsqimdagi bolamni dunyolik ishlardan butunlay ozod qilgan holda, xolis sana beg'ishlab, uni ibodatxonaning xizmati uchun otib etdim. Ey Robbim, mening bu nazrimni qabul qilgin. Sen haqiqatan duolarni anglab, niyatlarni bilib turg'uchisan" deb iltijo qildi. Axir u tug'di, biroq u qiz tug'di. Uning kutgani o'g'il edi. Chunki ibodatxonaning xizmatkorligiga faqat o'g'illarla qabul qilinadi. Qizlar hech ko'rish tug'ish qatorliq o'zlari sababli ibodatxonada xizmat qilishga loyiq ko'rilmaydi. Shunga Hanna o'zining qiz tug'ib qolganligiga qattiq beron bo'lgan va hasratlangan holda Alloh taologa iltijo qilib, "Robbi inni wada'tuha unsa", ya'ni "Ey Robbim, men qiz tug'ib qoldim" deydi. Halbuki uning nima tuqqanligini Alloh taolo obdan biladi. Mufassirlar "Valaysa zakaru kal unsa" degan oyatdagi so'zning kimning so'zi ekanligi haqida ixtiloflashgan bo'lib, Sayyid Qutb Jazoiri, Bag'aviy, Tabariy qatorliq mufassirlar bu oyatni Hannaning so'zi deb tafsir qilgan. Bunga binoan oyatning ma'nosi Hanna Allohga o'zlashini bayon qilib dediki, "Men talab qilgan o'g'il ibodatxonaning xizmatini qilishda men tuqqan qizga o'xshash emas. Chunki o'g'il degan kuchlikdir" deganlik bo'ladi. Chunki Hanna Alloh taoloning uning bir o'g'il farzand berishini umid qiladi. Tafsiriy mufassirlardamu shunday tafsir qilingan. Sha'raviy qatorliq ba'zi mufassirlar bu so'zni Alloh taoloning so'zi deb tafsir qilishni afzal ko'rgan. Buningga binoan oyatning ma'nosi İmronning ayoli Hanna talab qilgan o'g'il Alloh taolo uning ato qilgan qizga o'xshash emas. Chunki bu qiz uningdan afzaldir deganlik bo'ldi. İmronning ayoli Hanna yana Alloh taologa iltijo qilib, "Men unaga Maryam deb ot qo'ydim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'lani shaytonning yomonligidan panoh tilayman" deydi. Alloh taolo uning duosini ijobat qildi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Ma min bani Adama mawludun illa yamassuhu ash-shaytanu hina yulad. Fayastahillu sarihan min massi ash-shaytan g'ayra Maryama va ibniha." Ya'ni har bir buvoq to'lgan chaqda uni shayton chimdaydi. Uning chimdishidan buvoq chirqirab yig'laydi. Faqat Maryam bilan uning o'g'li Isa'nila shayton tutolmagan. Hadisning ma'nosi: shayton har qanday odamni ozdirishga urindi. Shaytonning ziyonkashligidan faqat Alloh taolo saqlagan kishilarla saqlanib qolalaydi deganlikdir. Natijada Alloh taolo İmronning ayoli Hannaning nazrisini qabul qildi. Hazreti Maryam bütün dünya menfaatlardan kechib, ibodatxonada bir umr Allohga ibodat qilishga rozi bo'ldi. Hazreti Maryamni tarbiyalab o'stirish ishi Zakariya alayhissalom Hazreti Maryamning hammasi eriga topshirildi. Chunki Hazreti Maryamni onasi Alloh uchun otib etgandan keyin uning onasi bilan turmashga kerak edi. Hazreti Maryam Zakariya alayhissalomning uyida o'sib yetildi va tarbiyalandi. Uning yoshi cho'ng'aygandan keyin uni Zakariya alayhissalom ibodatxonaga olib kirdi. Shuningdan beri Hazreti Maryam mihrobda o'ldirib ibodat qiladigan bo'ldi. Zakariya alayhissalom unga yemek ichmaklarni elib kelib yo'qlab turadi. U har qatim kelganda Hazreti Maryamning yonida yemekliklar bilan mevalarni ushirtadi. U hayron bo'lib, "Ya Maryam, anna laki hada?" Ya'ni, "Ey Maryam, bular sana qayerdan keldi?" deb so'raydi. Hazreti Maryam unga "Huwa min indillah", ya'ni bular Alloh tarafidan keldi deb javob beradi. Maryam Zakariya alayhissalomning hayron qolganligini ko'rib, "Innalloha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab", ya'ni sheksizki Alloh xohlagan odamga hisobsiz rizq beradi deydi. Muhim nuqtalari: payg'ambarlar Alloh taoloning tanlangan bandalari bo'lib, Alloh taolo ularni o'xshash bo'lmagan millat va urug'dan tanlagan. Yahudilar bilan xristianlar biljirlagandek, payg'ambarlik biror millatga meros emas. Ikkinchi,
İsa aleyhisselam Hristiyanlara etiqat qilgandek Allah'ın oğlu emas, balki Allah'ın bendisi ve peygamberidir. Üçüncü, Allah Taala chin dildan berilib dua qilgan kishining duosini albatta ijobat qiladi ve hajatlarini ravon qiladi. To'rtinchi, Hazreti Maryamga ibodatxonadagi hujrasida g'aybdan keltirilgan taomlar va mevalar Alloh taoloning mo'jizasi edi. Beshinchi, Allah yo'lda yaxshi ish qilishni nazr, ya'ni biror ish qilish uchun Allohning nomi bilan va'da qilish yaxshi ishdir. Qilingan nazrga amal qilish talab qilindi. Zakariya va Yahya alayhissalomlarning qissasi. Bismillahirrahmanirrahim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Tercümesi 38. ayet. Şu vaqtda Zakariya Rabbiga duo qilib, "Ey Rabbim, sen menga o'z dargohingdan yaxshi bir farzand ato qilgin. Sen haqiqatan duoni anglab turg'ishsan" dedi. 39. ayet. U ibodatgohida namoz o'qib turayotganda farishtalar uningga Allah haqiqatan sana Allohning bo'l degan kalimasi orqali to'ralgan Isoning payg'ambarligini isbotlag'uchi peshva, nayt parhezkor ve yaxshilardan bo'ladigan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi deb nido qildi. 40. ayet. U "Ey Rabbim, men qirib qolgan tursam, ayolim tug'mas tursa, qandaqmi mening o'g'lim bo'lsin" dedi. Farishtalar Allah shuningdek odatdan tashqari ajoyib ishlardan xalqinni qiladi dedi. 41. ayet. U "Ey Rabbim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir belgi ato qilgin" dedi. Allah sana berildiğin belge shuki, sen 3 kungacha kishilarga gap qilolmaysan, faqat ishoratli qilasan. Rabbingni ko'p yod etgin, atigan kechda tasbih etqin dedi. Tafsiri. Zakariya alayhissalom Hazreti Maryamning istiqomatini va uningga ato qilingan karomatni, Allah Taolaning uningga qishda yozning mevalarini, yozda qishning mevalarini ato qilayotgan mo'jizasini ko'rgandan keyin Allah Taolaning agar xohlasa tabiatning qonuniyatini o'zgartib, odatdan tashqari ishlarni vujudga chiqarishga albatta qodir ekanligiga bo'lgan imoni texmi kuchlanadi. O'zining farzand ko'rishga bo'lgan istagi kuchib, yashinib qolganligiga va ayolning tug'mas bir ayol ekanligiga qaramay, Alloh taolodan farzandlashga bel bog'lab duo qiladi. Shuning bilan Zakariya alayhissalom ibodatxonaning mihrobida namoz o'qiyotgan chog'da farishtalar Alloh taolaning uningga Yahya deb atalgan bir o'g'il farzand ato qilganligini, u farzandning Alloh taolaning bo'l degan kalimasi orqali to'ralgan Iso alayhissalomning payg'ambarligini e'tirof qiladigan ulgulik yo'lboshchi, gunohdan pok, taqvodor, axloqliq va ilm ma'rifatli yaxshi kishilar qatoridan o'rin olib payg'ambar bo'ladiganligini xabar qiladi. Iso alayhissalomning kalimatulloh, Allohning kalimasi deb atalishining sababimi onun ata bilan anadan tug'ilishdan iborat tabiiy qonuniyatning sirtida Alloh taolaning kun bo'l degan kalimasi orqali yaratilganlik uchun edi. Yuqorqi oyatda peshvo deb tarjima qilingan sayyidan degan so'z xalq ichida gapi o'tadigan, buyruqi o'rindaladigan, yuqori martabalik, ilm hikmatli kishi deganlikdir. Mufassirlar hasuran degan so'zning ma'nosi haqida ko'plagan ma'nolarni o'tirib qo'ygan bo'lib, bularning ishidan bir qadar muvofiq bo'lgani cho'ng kichik barliq gunohlardan pok bo'lg'uchi, jinsiy quvvati bor turib ayol jinsidan yiroq turg'uchi deganlikdir. Imom Muhammad Abdullah
Bundaq degan. Zakariya alayhissalom Alloh taoloning Hazrati Maryamga ato qilgan mo'jizalarini va uning duosini ijobat qilganligini ko'rgandan keyin qattiq hayajonlangan holda Alloh taoloning malakuti, ya'ni podshohligi haqida tafakkur qilishga cho'kib ketdi. Uning qalbi Alloh taoloning hikmatini va qudratini muloyiza qilishga g'arq bo'ldi. Shu asnoda u ixtiyorsiz holda Alloh taologa Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, ya'ni ey Robbim, ma o'z dargohingdan yaxshi bir farzand ato qilgin deb duo qildi. Birazdan keyin u Alloh taoloning malakutiga qilgan ma'naviy safaridan sabablar olamiga qaytib kelib, o'ziga keldi va Alloh taolodan o'zdek yashnab qolgan va ayoli tutmas bir odamga farzand ato qilishning qanday tariqada amalga oshirganligi to'g'riliq so'raydi. Shuning bilan Alloh taoloning elchisi Jibril uningga javob berib, Kazalikallohu yaf'alu ma yasha, ya'ni Alloh shuningdek odatdan tashqari ajoyib ishlardan xalqini qiladi deydi. Zakariya alayhissalom yana Alloh taologa munojat qilib, ayolning homildor bo'lganligini bilishi uchun uningga biror belgi, biror alomat ato qilishni tilaydi. Alloh taolo uningga javob berib, Zakariya alayhissalomning 3 kungacha tili so'zga kelmas bo'lib qoladiganligini, Allohga zikr, tasbihlarni aytishdan boshqa gap qilishga qodir bo'la olmaydiganligini, faqat ishorat bilan maqsadni tushundira oladiganligini aytdi. Oxirida Alloh taolo Zakariya alayhissalomga qanday shukr qilishni o'rgatib, uni Alloh taoloni ko'p yod etishga, atigan kechda uningga tasbih, tahlillarni ko'p aytishga amr qildi. Alloh taolo Zakariya alayhissalomning bu qissasini bayon qilishda Yahudi va xristianlarning arablardan payg'ambar chiqqanligiga ajablanib, uni e'tirof qilmaganligiga raddiya berishni, Alloh taoloning mutlaq ixtiyoriga ega zot bo'lib, xohlaganini qildiganligini e'lon qilishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Muhim nuqtalari. Birinchi, boshqalarning istiqomatidan ta'sirat olib, yaxshilikni bas-basta qilish fazilatli ishdir. Zakariya alayhissalomning Hazrati Maryamdan ta'sirat olganligi bu ma'noni ifodalaydi. Ikkinchi, duo ibodatdir. Uni maxfiy holda qilish oshkor qilgandan afzaldir. Namoz jarayonida, xususan sajda va namozdan keyin qilingan duolar ijobat bo'lishga eng yaqindir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih va huwa sajidun fa'aksiru du'a." Ya'ni bandaning Allohga eng yaqin bo'lgan vaqti uning sajda qilayotgan vaqtidir. Shunga sajdada duoni ko'p qilinglar. Üçüncü, Allah Teala'nın evliyalarga, yani haqiqiy mümin benderge karamet ata qiladiganligi haqdir. Dördüncü, etigen akşamları Allah Teala'ga tesbih tahlil etishning savobi cho'ng, fazilati ko'pdir. Hazreti Meryem ve onunla Allah'ın kılgan inamları. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qalet melaiketu ya Meryem innallaha istafaki ve tahharaki ve istafaki ala nisa'il alamin. Ya Meryem uqnuti li rabbiki vescudi verka'i ma'ar raki'in. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Tercümesi 42. ayet. Perişler etti. Ey Meryem, Allah hakikaten seni tanladı, seni pak kıldı, seni bütün dünya ayollardan evzel kıldı. 43. ayet. Ey Meryem, Rabbing itaat qilgin, sajda qilgin va ruku qilg'ishlar bilan birga ruku qilgin. 44. ayet. Ey payg'ambar, bu biz sana vahiy qilayotgan g'ayib xabarlardandir. Ular Meryemni kapolatiga elishini tanishib, chek tashlash uchun qalamlarni suvga tashlagan chaqdimi va ular bu haqda detalash qilishgan chaqdimi, sen ularning yanida yo'q eding. Tafsiri. Allah Taala Hazreti Meryemni biror in'omga erishsa, Allah Taalaga shukr qilish yuzasidan ibodatga g'arq bo'ladigan, maqtalsa tixmi kamtar bo'lib ketadigan, axloqi go'zal, dili pok, itoatchan, mu'mina qilib yetishtirgan edi. Farishtalar Hazreti Meryemga Allah Taala tarafidan bishorat elib kelib, "Ey Meryem, Allah Taala seni ibodatxona xizmatiga tanladi. Bundan burun ibodatxona xizmatiga erlardan boshqasi qabul qilmaydi.
Allah Taala seni jismoniy va ruhiy tarafdan pok qildi va seni butun jahon ayollardan afzal va ortiq qildi. Ey Maryam, sen Allah Taolaning bu katta ne'matiga shukr qilib, uninga chin ixlosing bilan taat ibodat qilishni davomlashtirgan. Namoz o'quvchilar bilan birga sajda va rukularni to'liq ado qilib namoz o'qig'in deydi. Allah Taala keyingi oyatda payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga xitob qilib deydiki: "Ey payg'ambar, Zakariya alayhissalom va Maryam to'g'riliq sana vahiy qilayotganimiz sen va sening qavming hech anglab boqmagan g'ayb xabarlardan bo'lib, ularni bizning ishonchli elchimiz Jibril orqali sana vahiy yo'li bilan bildiryapmiz." İmran'ın ayali Hanna Hazreti Meryem'ni Beytul Muqaddas'a ilib kelgan ve o joydagi Yahudi ulamaları Hazreti Meryem'ni öz terbiyesiga elish sharafiga ega bo'lishni talashib, chek tashlash uchun qalamlarini suvga tashlagan ve ular bu haqda detaylash qilishgan chog'dimi, sen ularning yanida yo'q eding. Ular qalamlarini daryoga tashlab, qaysining qalami suvda oqmay to'xtab qolsa, shu kishi Hazreti Meryem'ni öz terbiyesiga elishga kelishgan bo'lib, Zakariya alayhissalomning tashlagan qalami suvda to'xtaganlik uchun u Hazreti Meryem'ni terbiyesiga elish sharafiga erishgan edi. Yuqorqi vaqalar yuz bergan vaqtda Muhammad alayhissalomning yo'qligi uning bu xabarlarni faqat vahiy yo'li bilan anglab bilganligini isbotlaydi. Muhim nuqtalari. Birinci, İsa alayhissalomning onasi Hazreti Meryem Allah Taala tarafidan karomatga noil bo'lgan va butun jahon ayollarining afzali bo'lgan ilgilik ayoldir. İkinci, Allah Taalaning hurmatiga erishganlar haqiqiy taqvodorlar bo'lib, Allah Taala taqvodorlarni hamisha himoya qiladi va ularning sha'nini ko'taradi. Üçüncü, namaz Allah Taalaning huzuriga ma'naviy jihatdan yuksalishning sho'tisidir. To'rtinchi, o'zaro kelisholmagan masalalar ustida chek tashlash joizdir. Chunki bunday qilish talash tortishni hal qilishning yo'lidir. Şuna bilen bugünkü vazifemiz söyledi. Fırsatını artık okuyatken buldum. Mezmun tügüsün dep. Hem de hali uzun boğan, yazgılı uzun boğan, yazmıqılı uzun boğan bir hatıramı yazmam. Bu tarafını ben sizlerge bir yenik müzik içip vereyim.
Bu kısımdan bugünlük müşkülük olsun. İkinci kısmıdan türüş kitap okup bermeni.